Ko'rinmas qotil har kuni sizni o'ldiryapti. Jahon Sog'liqni saqlash tashkiloti hisobotlariga ko'ra, har yili 7 millionga yaqin odam havo ifloslanishi sababli erta vafot etadi. Havo ifloslanishi umrni 5 yildan 10 yilgacha qisqartirishi mumkin. Havodagi yashirin xavf: og'ir metallar asab tizimini ishdan chiqaradi, immunitetni zaiflashtiradi. Kanserogen moddalar o'pka va jigar saratoni xavfini oshiradi. Uglerod oksidlari yurak xuruji va insult xavfini oshiradi. Chang o'pka kasalliklari va allergiyalarni kuchaytiradi. Hatto insoniyat genetikasiga ham ta'sir qilishi mumkin. Ilmiy tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, chang tarkibidagi og'ir metallar kanserogen moddalar DNK tuzilishini o'zgartirishi va irsiy kasalliklar xavfini oshirishi mumkin. Nima qilish kerak? Ko'proq o'simlik eking. Havo filtrlash tizimidan foydalaning. Ekologik transport tanlang. O'zingizni qanday himoya qilish mumkin? Ko'p suyuqlik iching, zararli chang zarralari chiqib ketsin. Kuniga yarim yoki 1 stakan qatiq ichish havo ifloslanishidan organizmni himoya qilishga yordam beradi. Yo'tal refleksiga to'sqinlik qilmang. O'pkangiz o'zini tozalasin. D vitaminlarini qabul qiling yoki vitaminlarga boy mahsulotlarni iste'mol qiling. Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, B vitaminlari havo ifloslanishiga qarshi himoya xususiyatlariga ega. Har qanday vitamin qabul qilishdan oldin shifokoringiz bilan maslahatlashing. Hech kim sizni himoya qilmaydi, faqat o'zingiz harakat qilishingiz mumkin. Bu postni do'stlaringiz bilan ulashing. Toza havo uchun kurashni bugundan boshlaylik. Salomatlik va strategik rivojlanish instituti ijtimoiy tarmoqlariga obuna bo'ling.